Amerika universitetlarini siz qanaqa qilib tanlashingiz kerak? Amerikada 5000 dan oshiq universitetlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga mosini tanlash ham aslida bu bir san'at. Birinchi o'rinda siz nima maqsadda o'qimoqchiligingizni aniqlashtirib olishingiz kerak. Misol uchun siz arxitektura o'qimoqchimisiz yoki kuchli iqtisodchi bo'lmoqchimisiz? Shunga qarab o'zingizning yo'nalishingizdagi zo'r universitetni tanlasangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda siz budjetingizga e'tibor berishingiz kerak. Qaysi universitet sizga majoringizni zo'r o'rgatadigan grantlarni beradi hamda siz o'zingiz cho'ntagingizdan qoplaydigan pul to'laysiz. Uchinchi o'rinda siz katta shahar markazlaridan universitet tanlashingiz kerak emas. Misol uchun siz New York qoq o'rtasidan yoki San Fransisko shahrini qoq o'rtasidan universitet tanlaydigan bo'lsangiz, bu sizni viza olish shansingizni anchagina tushirib yuborishi mumkin. To'rtinchisi, o'zingiz akademik performansingizga qarab turib 7 tadan 10 tagacha universitetga topshirsangiz bo'ladi. Bu universitetni qanaqa topaman desangiz, niche.com veb-saytidan xotirjam o'zingizga kerakli universitetlarni topsangiz bo'ladi. Biz universitet tanlash bo'yicha kerakli hamda to'liq yo'riqnomani tayyorlab chiqdik. Siz prosta kommentariyada plus qoldiring, biz sizga tashlab beramiz.